Yog' bosgan jigarni yog'ini eritish. Oshqozon ichak sistemasini holatini yaxshilash. Ya'ni ichaklardagi ich qotish kasalligi, kolit deysizmi, hammasini top-toza qilib tozalash. Keyin immun sistemani oshirish va eng asosiysi ozish masalasi bo'yicha juda ham zo'r bitta mana bunaqa tayyorlama bor. Bu kurkumin deyiladi. Tarkibida zarchava bor, zanjabil bor, qora sedana bor, qalampir munchoq bor va makkai sanodan iborat bo'lgan mana bunaqa tayyorlamani olasiz. 5 grammdan bitta stakan iliq suvga aralashtirib ertalab, 5 grammdan bitta suv iliq suvga aralashtirib kechqurun ichadigan bo'lsangiz, juda ham zo'r ichaklaringiz tozalanadi. Qotgan ichinglar hammasi axlatlar chiqib ketadi. Jigaringizni yog'lari eriydi. Tana vazningiz kamayib, immun sistemangiz ko'tarilib, o'zingizni yengil his qilishni boshlaysiz. Albatta, bundan olib ichish hammaga shart bo'ladi. Like bosasiz, tarqatasiz va albatta obuna bo'lishni unutmaysiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.